Voy bu, nam uchun hamma taomlaringiz go'shtli deganlar uchun go'shtsiz taom tayyorlaymiz. Bu idishni taom tayyorlash uchun gazga qo'yib, yuragim hovuchlab turdim, ishqilib sinib ketmasmikin deb videoni oxirigacha ko'ring, nima bo'lganini ko'rasiz. Qizib turgan yog'da sosiskalarni maydalab to'g'rab, tillarang qilib qovuramiz. Alohida idishga ikkita tuxumni chaqib, qovurilgan sosiskaga qo'shamiz. Xohishga ko'ra chesnok yoki ko'k piyozni ham maydalab qo'shib aralashtirib olamiz. Pomidorni ham mayda-mayda qilib to'g'rab, taomimizga qo'shamiz. Bu taomga yanada eng zo'r mazzani beradigan garimdorini ham maydalab to'g'rab tashlang, shunaqa dimoqlaringizni ochadi. Tabga ko'ra tuz va qaynagan suv quyamiz. Endi sousini tayyorlab olamiz. Soya va uni ustidan ketchupni solib aralashtiramiz. Qaynab chiqqan taomni ustiga solib aralashtirib olamiz. Endi tayyor lapshalarni solib pastroq olovda 3-4 daqiqa tindirib qo'yamiz. Bay, hidlari ishtahani ochadi-ya. Xohishga ko'ra sir ham qo'shsangiz yanada mazali bo'ladi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga bo'lishib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.